Yo'qlar, xullas mana shuni qisiga Herobrine paydo bo'ladi. Herobrine o'zi bilasizlarmi? Yo'q, baribir biz uning shoirimiz. Mana shu o'zini to'xtashga xabar desam borib. Yo'q, men to'qimayman. Rus tegasiga ham bor u narsa. Mana rasmi. Bu tasodif bo'lishi mumkin. Xabarasiga ishonavermaydi. Buni lekin qilib ko'rmaylar, chunki Herobrine kelishi mumkin. Bor-yo'q, sen gapiga ishonmaymiz. Mayli, o'zing bilasan, men ketdim. Asabimni buzasanlar. Hoy, qishloqqa buni qilib ko'ramizmi? Bilmadim, bu seni yetarli narsalar bormi? Ha, bor albatta, mana hammasi bor. Bo'pti, unda quramiz. Qishloqqa buni qilib ko'ramizmi? Bilmadim, seni yetarlicha narsalar bormi o'zi? Ha, bor, mana qo'limda turibdi, ko'rmayapsanmi? Bo'lmasa qani ko'ramiz. Hop. Uni fakir bunday dedi. Bunday dedi. Keyin buni va buni qo'yasan. Keyin mana bu to'rt tomoniga buni va o'rtasini yoqsang chaqmoq uradi dedi. Ha, shunday dedi. Endi esa bam. Hali chaqmoq urgani yo'q-ku. Fakir loh. Ishlamadi-ku. Men ketdim uyimga. Assalomu alaykum, men Fakir, xullas bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda boya qishloqlar bilan gaplashib o'tirgandik va horror gaplashib o'tirgandik va keyin men aytdim, Herobrine bor dedim. O'zi aslida yo'q, lekin men parod qildim. Va u jinnilar meni gapimga ishonib, u jinnilar memorni qurib qo'yibdi. Mana qaranglar. Xullas bitta qilib ko'ramiz deb meni qurib qo'yibdi. Endi men adminga yozyapman. Bro, menga mana ko'rishingizga bro, menga adminlik kerak. Xo'p, hozir narxini aytaman deyapti. Narxi esa 32 emerald ekan. Menda bitta ham emerald yo'q. Mayli, hozirda to'xtanglar. Bro, haliroq bera olaman, bo'ladimi? Keyinroq bera olaman. Bar jigar iltimos, xullas deb yozdim. Va shundan so'ng hozir javob kelishini kutamiz va bo'pti, mayli, mana oling dedi. Hozir endi kreativ rejimga o'tib olamiz. Qani ketdik. Va xullas obunachilar, men kreativga o'tdim va kodimga qarashingiz mumkin. Herobrine ko'zi. Ana menga kreativ berdilar, bratam. Hadoshi endi esa sekin men bilan ikkalasi men uyda o'tiribdi nimagadir. Bilmadim bu holati, lekin hozir endi ularni cho'chitamiz. Xo'sh. Ne qilamiz? Kim meni chaqirdi? Qaysi qishloqdansizlar? Qaysi biri chaqirdilaring meni? Senlar chaqirdilaringmi meni? Sen kimsan? Harapmisan yo'qoli? Men Herobrineman. Sizlar kimsizlar? Kim meni bu yerga chaqirdi? Bu qishloqqa chaqirdi? Aytasanlarmi yo'qmi? Hozir bu qishloqni yo'q qilib yuboraman. Biz chaqirmadik. Kim chaqirdi? Fakir chaqirdi. Biz chaqirmadik. Aldamalaring. Sizlar chaqirdingiz-ku. Men hamma narsani bilaman. Tushundilaringmi? Ha. Bildik, endi tushundik. Xo'sh, nima maqsadda meni chaqirdilaring?
Fakir aytdi bizga, bu Herobrine mavjud dedi. Biz esa superketda mavjud emas dedik. Keyin mavjud ekansiz. Nimaga meni chaqirdilaring? Hammangni yo'q qilib tashlaymi? Yo'q, iltimos, mayli keting. Boshqa chaqirmaymiz sizni. Yana bir marta chaqirsalaring yo'q qilib yuborishim mumkin. Tushundilaringmi? Ha, uzr, kechirasiz. Mayli, bir marta kechiraman. Ammo lekin sizlarni qo'rqitib qo'ymasam bo'lmaydi. Yo'q, bizni qo'rqitish shart emas. O'zim bilaman. Yo'q, qanday gapirib tashladik. Endi bularni qo'rqitishimiz kerak, pranklar qilamiz. Bularga mana shu skinni kreativlar menimcha olib tashlanmaydi. Xo'sh, lekin kech vashi tushib ketibdi. Men uxlashim kerak. Bular bilan ertaga gaplashamiz, jigarlar. Okey, endi sizlar ham ko'rishinglar kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun ketdik. Ertangi kunga ertalab tushdi, lekin bilmadim, bizda bir qanaqadir bug bo'lib qoldi. O'shaning uchun mayli, mana shuni o'ylayveramiz. Endi bularni qo'rqitishimiz kerak. O'zi shunaqami, kecha imak qilib qo'rqib qoldi. Bular jinnilar hali ham ikkalasi bitta xonada. Hozir bularni bittasini izohga tushiramiz. Okey, sekin. Mana. Menimcha eshityapti. Mana. Okey, endi bularni chiqishini kutib biz qochib ketishimiz kerak. Okey. Biz mana shu yerda kutib o'tiramiz. Endi ular tushamigan, tushmaymigan, mana shunda ko'rib o'tiraman. To'xtanglar, bu yoqda emas, bu yoqda ko'rmaysiz. Xo'sh, bularni ko'zi ko'rmaymiz. Mana shu yerlarda kutib o'tiraman. Mana hozir. Mana shu yerlarda kutib o'tiraman. Tushamigan, tushmasmikan? Qishloqqa kechagina ko'rdingmi? Vashi bizani oldimizga kelib baqirib tashlashadi. Ertalabgacha uxlamadim. Borku, sen yaxshi ushlab turdingmi? Yo'q, men ham yaxshi uxlamadim. Ertalabda san uyga olganimga qaragan. Ha, bilib turibman o'zi. Lekin kechagi Herobrine rost ekan. Fakir oldiga borib kelamizmi? Fakir ko'rishimiz kerak. Uzr, sen to'g'ri gapiribsan deb kelishimiz kerak-ku. Bo'pti, sen borib kelchi. Hop. Fakir, yo'q, nima bo'ldi? Yo'q, meni chiqarib yuboringlar. Chiqarib yuboring. Ha, nima bo'ldi? Oldimga kel, tezing. Hop, hozir qani. Jinamusan sen? Nima pastga chiqib olgan aytmading? Basharanga turuqning sani uray. Yo'q, jigarlar, u bittasi tushansam, u jinnilar ikkalasi tushyapti. Hozir endi ularni oldiga borib, ularni chiqarib va bizni kimligimizni aytishimiz kerak o'zi. Bo'lmasa ulug'lar mana shu. Xo'sh, yetinglar. Salom. O'zlaringni saboqlaringni oldilaringmi? Ha, keyinchalik boshqa qaytarmaymiz bu ishlarni. Qaytarib ko'rsalaring-chi. O'ldirtaylikman. Xo'p, bizni chiqarib yuboramizmi? Hozir sabr qilib tur. Mana chiqlaring. Rahmat, hozir chiqib olamiz. Xullas, yana bir marta o'ynasalarni yorib yuboraman. Hop. Ha, lo'hlar. Lo'hlar, chog'ingga tushdilaring-a. Nima sen fakir hali sanmading? Voy, titrashim bularni. Ha, mana edi, lo'hlar, chog'ingga tushdilaring-a, admindan kreativlikni oldim va shunday dedim va shundan so'ng sizlarni lo'q qilmoqchi bo'ldim. Ha, sanimi unacha hali yo'qmi? Bilmadim, eski versiyalarda bor.
Men kulingizdan o'lib qolay deyapman. Basharangga o't tepsin sana. Yo'qolay, siqirdim, kallangga uray. Javonchalik so'kib tashlash shart emas. Ular xullas ikkalasi ketvordi. Da do'stlar, bu prank edi prosta. Xullas men yana o'zim skinimga qaytib oldim. Endi men yotib ozgina dam olsam, kechadan beri uxlamaganman desanglar agar. Uxlaganman endi soat 4-5 larda uxladimda. Xo'sh endi maza qilib uxlayman men.